Xullas, ertalab shunaqa holat bo'ldiki, bir qo'shnilar bilan hazillashib deb qo'shnilarimga aytdimki, plastik kartamni yo'qotib qo'ydim. Mabodo ko'rib qolsanglar, xabarni berarsizlar deb hazilomuz tariqasida gapirgandim. Keyin bilasizlarmi nima bo'ldi? Qolganini ko'rsanglar, o'zingizlar bilib olasizlar. Assalomu alaykum hurmatli qo'shnilar gruppasidagilar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ertalab turib qarasam, plastik kartam tushib qolgan ekan. Menimcha mahallada tushib qolgan bo'lsa kerak. Plastik kartam ustida familiyam yozilgan Salixov deb. Dilshod, mabodo ko'rganlar bo'lsa, topib olganlar bo'lsa, iltimos xabarini berarsizlar. Oldindan kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Dilshod aka. Plastik yotgan ekan, Salih Dilshod. Salih Umid Dilshod o'g'li. Familiyasi raqamida. Shunda Dilshod akam yoshligida uylangan bo'lib chiqyaptilarmi, aka? Endi o'zlaridan so'rash kerak, kim biladi. Bazgi.